savolimiz. Menga ko'pchilik savol berishyapti. Konfliktlar va возраженияларga. Siz mana ko'p yillik farmatsevt xodimi sifatida, ko'p yillik staj stajiga ega bo'lgan farmatsevt sifatida возражение va konfliktlarga qanday yechim topgansiz? Qanday yechim bergansiz? Возражение bu e'tiroz, konflikt bu ziddiyat. Albatta ziddiyat e'tirozlar to'g'ri yechilmasligi natijasida kelib chiqadi. Nimaga biz e'tirozdan qo'rqamiz? Umuman biz e'tirozni qabul qilmaymiz. Masalan, oddiy misol, agar siz umuman begona odamga borib, hattoki 50 ming so'm pul bersangiz, qanday reaksiya ko'rasiz? Возражение bo'ladi. Nimaga? Nimaga? To'g'rimi? Nima bu? Nimaga bu menga? Bu e'tiroz. E'tiroz bu normal odamni reaksiyasi va buni insonlar qabul qilish kerak. Ayniqsa savdoda turgan odam e'tirozlarni qabul qilish kerak. Ahamiyat bering, siz pul berayapsiz va e'tiroz olayapsiz. Endi tasavvur qiling, ko'chaga chiqing, turib bergan odamga ayting, 50 ming menga berding. Nimaga deydi? Nimaga bu nimaga deydi? Bu ham e'tiroz. Demak, e'tiroz berganingizda ham bo'lar ekan, olganingizda ham bo'lar ekan. Qanday yechishimiz mumkin? Avvalambor e'tirozni qabul qilishimiz kerak. Bu norma. Zo'r savdo xodimlari uchun e'tiroz bu chiroyli savdoning boshi. Lekin agar e'tirozni biz vaqtida yechmasak, e'tiroz sekin asta ziddiyatga o'tadi. Insonning psixologiyasi shunaqa, agar muammoga qarshilik yuzaga kelsa, ziddiyat paydo bo'ladi. Agar e'tirozga qarshilik bildirmasak, uni qabul qilsak, to'g'ri yechsak, mana shu mijozingiz bir umrlik mijozingiz bo'ladi. Agar unga qarshilik bildirsangiz va u bilan sizning manfaatlaringiz to'qnash kela boshlasa, bu oddiygina e'tiroz, ya'ni fiziologik normal holat, patologik ziddiyatga aylanadi. Va bu yerda hattoki bir-birini ko'ngilni ortish bilan ham tugashi mumkin. Endi o'sha hosil bo'lgan konfliktni ham, e'tirozni ham yechishni o'ziga yarasha yo'llari bor, uslublari bor. Bu juda katta mavzu. Keling, oddiylardan boshlaymiz. E'tirozlarni yechish boshlaymiz. Tasavvur qiling, dorixonaga kelgan odamlar qanday e'tiroz bo'lishi mumkin? Misol uchun qimmat deydi. Qimmat, to'ppa-to'g'ri. Mana endi qarang, biz nima deymiz? Qimmat. Sizga nisbatan aytdi, sening tovaring qimmat. Bu nima haqida ma'lumot beradi sizga? Tovarni boshqalarga qaysidir apteka bilan taqqoslagan va o'sha narsa qimmatligini bizga kelib aytyapti. Demak, mijozning muammosi narxda. Qachon narx yuzasidan muammo kelib chiqadi? Qachonki biz qiymat, ya'ni dori qanchalik zo'r ekanligini va uning qancha narxi bor ekanligini bir-biriga solishtirib beramiz. Masalan, azitromitsin so'rab keldi deydi. Azitromitsin mijoz uchun nima? U antibiotik. Buni hamma ichgan. Lekin sizda azitromitsin qimmat analogi. Nomuncha qimmat. Masalan, sumaniyat sotmoqchisiz. Nomuncha qimmat. Nimaga? Chunki u qachonlardir oddiy mahalliy ishlab chiqaruvchini yoki SNG davlat ishlab chiqaruvchilar azitromitsin nisbatan arzon. Endi aytishingiz mumkin, u ham azitromitsin, bu ham azitromitsin. Oddiy aholi ham xuddi shunday o'ylaydi. Bu oddiy, u ham oddiy azitromitsin, bu ham oddiy azitromitsin. Lekin professional sifatida hammamiz juda yaxshi bilamiz. Dori vositalarining sifati juda ko'p aspektlarga bog'liq. Bu dori vositasining tashilishi, dori vositasining distributsiyasi, undagi sertifikat mavjud yo'q ekanligi, dorixonada dori qanday saqlanganligi va ishonchli manbalardan olinganmi, umuman ishlab chiqaruvchi farm bozorda o'z o'rniga egami, yo'qmi, mana shu haqida ma'lumotimiz bor. Shuning uchun biz bir dorini ikkinchi bitta dori bilan solishtira olamiz. Lekin bu imkoniyat mijozda yo'q. Demak, bizning vazifamiz nima? Bizning vazifamiz nimaga nisbatan qimmat deb o'ylayapti mijoz? Mana shu narsani aniqlab olish va dorini qiymatini uning narxidan ustun ekanligini ko'rsatib berish. Masalan, oddiy bir misol keltiraman. Hammamiz bilamiz, qora sedana moyi.
Qora sedana moyini biz 60 ming, 70 ming atrofida 50-60 ta kapsulasini olsak, dunyoga o'sha dong'i ketib, al-Hadaya qilib sotishganligisida hech kimda savol bo'lmadi. 2 million, 3 million, 5 millionga mana shu tovarni sotib olishdi. Lekin bir inson aytmadi. Nega aptekada bu 50 ming? Nima uchun aptekada bu 60 ming, 70 ming, sizlarda 2 million, 3 million turadi dedi. Sabab nimada? Sabab oddiy. Ular qiymatni ko'rsata oldi. Ya'ni reklama orqali, odamlarni bir-biriga bergan o'sha sarafanni rayzi orqali odamlar dori vositasini qiymatini bilib qolishdi. Siz istalgan dorixonaga kiringda, qora sedana yog' o'zi nimaga deng? Nima deydi? Farmatsevt hech qanday ma'lumot bilmaydi. Deydi, bo'lsa oladida ichini ochib o'qib beradi, bunaqaga ekan, bunaqaga ekan. Unga ham berishdi. Unga ham bersa bo'lar ekan, unga ham bersa bo'lar ekan. Chunki uning ichida to'liq yozib qo'yilgan. Lekin biz aytayotgan millionlabga sotayotgan odamlar qiymatni, chunki ularda bitta dorida. Bitta o'sha dorini sotish kerak. Ular dorini qiymatini shu darajada zo'r o'rganishganki, uni albatta 4-5-darajadagi ta'sirini ham 1-darajada olib chiqadi. Shuning uchun odamlarda hech qanday konflikt bo'lmagan. Bu oddiy sedana-ku degan savol bo'lmagan. Yo'q, sedana. Demak, narxga nisbatan hech qanday savol bo'lmagan. Farmatsevtda sal qiyinroq. Farmatsevt eng kichkina farmatsevt aptekasida 7000 ta tovar bor. 7000 ta dorini qiymatini ajratib ola olmaydi. Ichini ochish uchun juda katta bilim kerak. Endi qanday ishlaymiz? Eng ko'p e'tiroz bo'layotgan tovarni olamiz. Masalan, bir kunda 2 marta e'tirozga uchraydi. Mana shu tovarni olamiz, uni qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Nima ustun jihati bor, undan arzon analoglarni o'rganamiz, ana undan keyin uni qiymatini ko'rsata olamiz. Endi qiymatini qanday ko'rsatamiz? Mijoz bilan qaysi to'g'rida gaplashamiz, qanday savollar beramiz, bu endi boshqa mavzu. Endi o'sha sotgan mijozimiz qaytarib keldi. Unda qanday yechim beramiz? Tovar qaytdi. Eng katta qo'rquv farmatsevt uchun tovarning qaytishi. Juda ham muhim. Juda ham qo'rquv kuchayib ketadi. Kuchayadi. Nima uchun? Chunki bilamiz, respublika qonunchiligiga ko'ra biz aholidan tovarlarni qaytarib ola olmaymiz. Va bu qonun faqat bizda emas, butun dunyo standartlari bo'yicha mana shunday. Chunki dori-darmonlar inson salomatligiga bog'liq bo'lgan tovarlar gruppasiga kiradi. Endi xo'p, nima uchun tovar qaytib kelganda biz bunday mangrajga tushamiz? Gap shundaki, tovarning qaytib kelishi har doim deyarli ziddiyat bilan tugaydi. Xo'p, bu ziddiyat qayerdan kelib chiqdi? Ziddiyatda aksar holatlarda, taxminan 60-70%da biz qaror qabul qiluvchi shaxsni topolmay qolamiz. Umuman farmatsevtlar qaror qabul qiluvchi shaxs haqida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Masalan, tasavvur qiling, bola, uydagi yosh bolaga dori olayotganda qaror qabul qiluvchi shaxs kim? Ota-onasi, yosh bola bo'lsa. Aniqroq, onasi. Otasi dunyoning eng qimmat dorisini olib borsin. Agar ona bermayman bolaga desa, bermaydi. Qarabsizki, ota qishiyib kirib keladi dorisi bilan. Qaytib oling. Mana shu yerda farmatsevt nima qiladi? Raz bolaga dori sotyapsizmi? Nima qilish kerak? Asosiy iste'molchini. Hozir asosiy o'sha qaror qabul qiluvchi shaxsni topish qiyin emas. Telefon qilib bering, bir og'iz so'raylik deyish qiyin narsa emas. Agar biz onasini topib, onasi bilan qilsak, bu tovar orqaga qaytmaydi. Yoki erkak kishi o'ziga olayapti. Kim qaror qabul qiluvchi shaxs? Bu ham ayol. O'ziga olayotgan bo'lsa, o'zi. Ko'p holatlarda milliy mentalitetimizda erkak kishi o'ziga o'zi. Unga eng qimmati, eng zo'ri, eng yaxshisi, eng trenddagisini bersa, jonda olib ketadi. Yigitlarga, erkaklarga eng degan tushuncha juda qattiq ishlaydi. Testosteron orqali. Ana endi ayolga dori olinayotganda kim? Bu endi ayol. Ana endi ayol kishiga dori olinayotganda qaror qabul qiluvchi shaxs yo eri bo'ladi, yo ota-onasi bo'ladi, yoki qaynotasi bo'ladi. Chunki hatto ayol kishi o'ziga dori olayotganda ham har doim
to'g'ri qarorni o'zi qabul qila olmaydi. Afsuski, bu bizning mentalitetimizdan bittasi. Shuning uchun bu ziddiyat, mana shu e'tiroz bo'lmasligi uchun biz qaror qabul qiluvchi shaxsni to'g'ri topishimiz va boya aytganimizda qiymatni to'g'ri tushuntirib berishimiz kerak. Shunda bu ziddiyat deyarli bo'lmaydi. Endi ba'zi farmatsevtlarimiz shunday holatga e'tibor bermasdan turib, sotuv jarayonini amalga oshirishdi va sotuvni yakunlashdi. Ko'p vaqt o'tmadi, 15 minut, 10 minut o'tdi, dorini qaytarib olib kelishdi. Biz ularga qanday yordam bera olamiz yoki bo'lmasa bu vaziyatga qanday yechim bor? Mana shu yerda ham juda ko'p farmatsevtlarning xatoliklarini ko'raman. Birinchidan, farmatsevt qo'rqadi. Birinchidan savol. Farmatsevt darrov himoya funksiyasiga o'tadi. O'zingiz aytdingiz, siz aytganingizni berdim, mazza etdim, ogohlantirdim. Ziddiyat qanchalik kuchaygani sayin konflikt bo'ldi. Neizbежно keladi. Shuning uchun nima qilamiz? Inson organizmi shunday tuzilgan. Bizning tanamizda oyna yoki o'sha ko'zgu neyronlari bor. Biz to'g'rimizda turgan odamni kopiya qilamiz. Ikkita umuman boshqa din, boshqa irq, boshqa ijtimoiy holatda kelgan odamni bitta xonaga qo'yib 1 soat kutsangiz, 1 soatdan keyin ikkalasi bir xil pozada o'tirgan bo'ladi. Chunki buni psixologlar topishgan. Shuning uchun biz mana shu ko'zgu neyronlarimizni bir pasaytirishimiz kerak. Ya'ni biz himoya funksiyasiga o'tishimiz kerak emas. Birinchidan, sopqinlik bilan kutib olishimiz kerak. O'zimizni hech qachon ular bilan bahslashmasligimiz kerak. O'zing, sen degan gaplarni esdan chiqarishimiz kerak. Bu yerda men, keling meni ko'rib chiqay. Chekingizni bering, men yana bitta tekshiray. Keling men sizga yordam beraman. Bizda nima? Bor, xohlagan joyingga bor, yozadigan joyingga yoz, men haqman. Haq, farmatsevt bu yerda haq. Hech narsa deya olmaymiz. 85-qaror bor, Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Vazirlar Mahkamasi aytgan, omad qaytib degan. Bu yerda farmatsevt haq. Lekin konfliktni yechish kerak. Bu bitta mijozingiz sizdan konflikt bilan chiqib ketgandan keyin 40 ta odamni yo'lini to'sadi. Borma u aptekaga. 40 ta odamga bu negativni aytib chiqadi. Shuni oldini olish uchun biz konfliktni juda bo'lmaganda pasaytirishimiz kerak. Demak, oldinchakni tekshiramiz. Tovarni tekshiramiz. Nima uchun bu vaqt bizga kerak? Ha, to'ppa-to'g'ri. Oldingizda turgan mijoz meni muammomni hal qilyapti-yu, deb o'zini nima qilish kerak? Sekin bosib olish kerak. Ovoz tembrimizga javob berishimiz kerak. Borgan sari bir parda pasaytirishimiz kerak. Shunda oldimizda turgan odam biz bilan tenglashib qoladi va o'zini adekvat javobini bera boshlaydi. O'zini xayolini o'ylab topadi. Undan so'ng shartli ravishda mijoz tarafga o'tishimiz kerak. Nima uchun qaytaryapsiz? Uyimda bor ekan. Tushunaman. Men sizni tushunaman. Bu endi sizga ortiqcha bo'lib qolganda, shunaqami? Nima deydi mijoz? Ortiqcha? Fakt emas u uyda borligi. Fakt emas. Chiqqandir, balki telefonga uydagilar olmay qo'yavering, men tuzalib qoldim degan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa narga apteka arzon bekor bo'lib ketiribsiz degan bo'lishi mumkin. Fakt emas uni uyda bor ekanligi. Lekin siz u tarafga o'tasiz. Men sizni tushunaman. Endi bu qadoq sizningcha ortiqcha bo'lib qoldi, shundaymi? Ha, shunday. Endi bu sizga kerak emas, to'g'rimi? Mayli, hozir yana bir harakat qilib ko'raylik. Ketdi. Siz u tarafga qaysidir qanaqadir o'tdingiz, qaysidir ma'noda o'tdingiz. Lekin eslatib o'taman. Mana bu yerda tovar haqida qiymatni oshirishingiz kerak. Nima uchun? Masalan, bolalar anafironi qaytdi orqaga. Nima qilasiz? Oldinda shamollash sezoni. To'g'risini aytsam, bu preparat bolasi bor uyda doim bo'lishi kerak. Preparat har doim shamollash, yallig'lanishi oldini oladi. U pachkaning ichi bo'lgandan keyin ham bizda mana srok o'tnisi, ya'ni 2 yilga. 2 yil ichida aniq bolali uyga bu narsa kerak bo'ladi. O'zingizda qoldirganingiz yaxshi. Endi bitta narsani edi, bo'ldi. Siz keltirdingiz, tovarni maqtadingiz, o'sha ma'lumotga yetkazdingiz. Mana shu yerda klient ba'zida o'zini istinni, haqiqiy ziddiyatini aytadi. Nargatikalar arzon ekan-da deydi. Tushunyapsizmi? Mana shu yerda siz qiymatni yana orqiy nuqtaga bosishingiz kerak. Albatta bo'lishi mumkin, lekin dorilarning arzon qimmatligi
ular qayerdan sotib olinganligi, qanday saqlanganligi va qaysi distribyutordan olinganligiga bog'liq bo'ladi. Men sizga bu dori sifati yuzasidan to'liq kafolat beraman. Xohlasangiz sertifikatini chiqarib beraman. Xohlasangiz sizga o'sha olgan nakladlarimizni ko'rsatib beraman. Bu yerda meni insoniy aralashuv hech qanday rol o'ynamaydi. Bu gaplar, bu informatsiyani hammasi past ovozda yetkazilishi. Klient bilan suhbatlashish kerak emas, baqirish kerak emas, резко движение qilish kerak emas. Hech qachon o'zingizni oqlamang. Men bilmadim-da, o'z yetmadingiz-ku, siz aytganingizni berdim-ku, menda nima ayb, men oddiy ishchiman. Yo'q, hech qachon jертва holatiga tushmang. Siz qonunlarni hurmat qiluvchi fuqaro sifatida turing. Respublika qonunchiligiga ko'ra afsuski dori vositalari aholidan qaytarib olinmaydi. Tasavvur qiling, men sizdan boshqa mijozdan qaytarib olgan dorini sizga taqdim etsam, bu qanchalik oqibatga olib kelishini bilasizmi? Shuning uchun afsuski, hatto oradan 10 daqiqa o'tmagan bo'lsa ham men sizdan tovarni qaytarib ola olmayman. Men respublika qonunchiligini hurmat qilaman. Demak, birinchi tinchlantirib, Albatta. tovarga urg'uni berib, keyin qarorlar aytishimiz kerak. Bizda esa navbarat. Mana qaror deysiz. Ha, shunday deymiz. Klient kirib kelsa, mana qaror. Qarorni yozib qo'ying. Qaramamni yozib, chekingizda yozib qo'ygan, o'qib chiqing. Biladi. Mijoz shuning uchun nima uchun qanday kirib keladi? Agressiya. Tushunadi, muammo yechib bo'lmaydigan muammo. Ahmoq emas mijoz. Mijoz o'qib ko'rgan, sotilgan tovarlar qaytarib olinmaydi. Juda ko'p eshitgan artikel. Qanday yengmoqchi? Ziddiyat bilan, asab bilan yengib o'tmoq. O'z muammosini sizga tashlamoqchi. Siz stereotipni buzing. Konfliktga kirishmang. Aksincha, shunday gapiringki, mayli, qimmat bo'lsa ham kerak va siz o'tira qolsin uyda. Va agar siz mana shunaqa e'tirozli, chiroyli gapsiz, chiroyli qilib yetkazsangiz, bu klient bir umrlik klientingiz bo'ladi. Juda ko'pchiligimizdagi bir umrlik klientlarimiz, ular qachondir biz bilan ziddiyat qilgan klientlar. Yoshlikda ham urush qolgan odamimiz bilan juda qaram bo'lib ketganmiz, xuddi shunday. Xuddi shunday. Yana bitta holat bo'ldi, shu konflikt mavzusi bo'yicha qimmat dedik. Qimmat dedikda bizga aytdi, shu qimmat deyishda bizga keltirib berdik, sertifikatlarimizni hammasini ko'rsatib berdik. Klient bilasizmi bunaqa? Bizdan ma'lumotni oldida yonimizdagi aptekadan dorini olib kelib, bizniki bilan taqqoslab ko'rmoqchi bo'ldi. Dorisini so'radi, bitta ko'rsam maylimi dedi. Berdim. Ikkita qo'lida, bitta qo'lida o'zi ishlayapti-da, ikkinchi qo'lida biznikini ishlayapti. Ko'ryapti. Farqini ajratadi. Men keyin aytdimki, biz bu bilan nima farqi bor dedi. Men dedim, to'xtab turing, hozir buni shuni ichkariga kirib, tovarning sertifikatini chiqarib berdim. Mana dedim, mana bu tovarning sertifikatini so'rab ko'rincha bormi ekan. Klient bilasizmi? Qaytib ketdi. Bordi, bir qasam turib kelib, "Akamni doringizni bering." Demak, hammada bu narsa bor, ziddiyatni yechish yo'llarini bilishadi, lekin juda ko'p hissiyotga berilishadi. Farmatsevt, nafaqat farmatsevt, savdo sohasida hamma o'z his-tuyg'ularini intellektual boshqarishni o'rganishi kerak. Jahl, asab, himoya, jертва holatda yig'i-sig'i bilan savdo qilish juda og'ir, psixologik og'ir. Shuning uchun hamma kuyadi. Shuning uchun o'sha intellektual zakovatni oshirish kerak va bu narsalarni qabul qilish kerak. Bu oddiy hol, bu oddiy ish va buni yechimi bor. Tushunarli. Demak, farmatsevtlarimiz birinchi navbatda o'zlarini tinchlantirib olib, keyin mijozlarni tinchlantirishlari. Avval o'zlari ustunlarida ishlashlari. Javob uchun sizga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Sizga ham agar shunday savollar paydo bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozing, biz esa keyingi reelslarimizni sizga javobni berib boramiz. Salomat bo'ling.